Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Diğer haftada xudo xolasa aksiyalarimiz davom qiladi. 2022-yilda ishlab chiqarilgan Gentrans qora rangda diskalar qo'yilgan. Kraskalari 100% toza, Amerikan kaforlar qo'yilgan. 4 archa bo'londa qilgan mashinamizga. Kraskalar nereden bitti ustalar bilan ko'rib olaverasizlar. Metan gaz balonlar bor, Optra Amerikan kaforlar. Nomerlar zo'r. Qolasizlar, generalniy bilan sozlanmadi, shu nomerda qoladi. Salon qismi chekolda bosib qo'y. Bakoyla yengil daxili. Bosib o'tgan masofasi 96 000 km. Avtomat korobka, lyuk, podogrev, ABS hamma narsasi bor. 2022-yilda ishlab chiqarilgan narxi 171 million so'm. Bankka 11 million so'm to'lasangizlar 5 yilga 5 million 800 ming so'm oylik to'lov. Gayi notariuslardan 8 million so'm pullaringiz ketadi. Kimga qiziqar bo'lsa, pastdan o'yinlarimizni qoldiramiz. Diğer haftaga kelaverasizlar. Sotiladigan mashinalarni olib kelsangizlar, qo'ldan kelgancha sotishga yordam beramiz. Diğer haftada sizlarni kutib qolamiz.